YPX xodimi halok bo'ldi, lekin bunga sababchi bo'lgan 10-sinf bolasi ozodlikda qoladi. Izohlarni oluvchi bilan yondirib tashlang, men sizga nima uchun bunday deyotganimni tushuntirib beraman. Jinoyat kodeksining 266-moddasiga ko'ra ish qo'zg'atildi, ya'ni transport vositasini haydayotgan shaxs uning xavfsizlik va harakat qoidalarini buzishi natijasida odam o'limiga sababchi bo'ladigan bo'lsa, bu muayyan huquqdan mahrum qilish va 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanadi. Lekin Jinoyat kodeksining 17-moddasi bor. 17-moddasiga ko'ra 266-modda bilan javobgarlikka tortish uchun jinoyatchi 16 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. Xo'p, 16 yoshga to'lmagan bo'lsa nima bo'ladi? 16 yoshga to'lmagan bo'lsa, Jinoyat protsessual kodeksining 84-moddasiga ko'ra ayblilik masalasi hal etilmasdan turib, jinoyat ishi tugatiladi. Bu degani ozodlikda qoladi degani, jinoyat ishi yopdi bo'ladi. Siz esa bu vaziyatga o'z xulosangizni va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bunday shov-shuvli voqealar va tahlillarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hujjatda ham emas, boshqa narsada ham emas. Gap atrofdagilarni bepisand qarashda deb o'ylayman. GAI xodimini mashinasida urib yorib o'limiga sababchi bo'lgan bolani juda ham ko'plar muhokama qilishyapti va ko'pchilik to'g'risi ishonmayapti bu bola maksimal jazo olishiga va voyaga yetmaganligiga sabab, tanish bilishlari sabab jazodan qutulib qoladi deb hamma xavotirda. Aynan xavotirda. Men ham shu jumladan men ham. To'g'ri, bu bolani yosh bolaligi qilishi mumkin, yosh bola bo'lgan, bu hech kimni urib yoraman deb o'ylamagan, sho'xlik qilgan, hammamiz ham yoshligimizda sho'xlik qilganmiz, otamizni, amakimizni mashinasini, qo'shnimizni mashinasini olib qochganmiz deyishingiz mumkin, lekin bir qarashda beozor ko'ringan bu bolani xatti-harakati, beozor boshlangan xatti-harakati bir insonning o'limiga sababchi bo'ldi. Va 3 ta bolani yetim qoldirdi. To'g'ri, u bolalar xor bo'lmas, davlat tomonidan, u bolani ota-onasi tomonidan katta mablag' berilar, lekin otani o'rnini ularning otasini bu narsa qaytarib bermaydi. Va bu narsani hech qachon to'g'rilay olmaydi. Milliard dollar pul bersa ham otasini o'rnini qoplab bera olmaydi ularga. Va bu bolaga ham oldinlari ogohlantirish berilgan ekan. Menimcha ota-onasi ham bundan xabardor bo'lgan, ogohlantirishlar olingan, lekin nazoratga olinmagan bu bolaning xatti-harakatlari xulosa chiqarmagan. 15 yosh ham kichkina yosh emas, bolalar 12, 13, 14 yoshidan ishlab oilasiga pul topib boradi. Menimcha juda ham mas'uliyatni his qiladigan vaqti tushunish kerak edi. Nima bo'lganda ham bu bolani beozor ko'ringan, sho'xlik qilib qo'yganman degan gapi bir insonning o'limiga sababchi bo'ldi va bolalarni yetim qoldirdi. Davlatni bir kadridan ayirdi. Shuning uchun men umid qilaman maksimal jazo qo'llanadi. Nimaga maksimal jazo qo'llanishi kerak deyapman. To'g'ri, maksimal jazo berilganligi, bu yosh go'dakni umrini qamoqda chiritganligi, bu umrini 20 yil beriladi, 10 yil beriladi, 5 yil beriladi, qamoqda o'tgan umri to'g'ri bo'lgan ishlarni qaytara olmaydi, lekin bu bolani boshiga tushadigan ish qolgan mana shunday o'ylovsiz yurgan bolalarga o'rnak bo'ladi. Gap hujjatda ham emas, boshqa narsada ham emas. Gap atrofdagilarni bepisand qarashda deb o'ylayman. Atrofdagilardan o'zini ustunligi deb bilishda va jazodan doim ham qutulib qolaman degan bir fikrga borishdi. Aynan mana shunda. Pravasi bormi, yo'qmi, farqi yo'q uni. Muhimi jazodan qutulib qolishiga chin dildan ishonishdi va meni olib chiqib ketishadi baribir degan bir xayolga borishdi. Qolganlar ham mana shu narsaga o'rnak olish kerak. 16 yoshli yigitning erkaligi 3 ta go'dakning yetim qolishiga sabab bo'ldi. Kuni kecha voyaga yetmagan shaxs boshqaruvidagi avtomobil yo'l harakati inspektorini urib ketib, umriga zomin bo'ldi. To'qchilikda o'sgan bu bolakay Bazalt Uzbekistan Holding rahbarining nevarasi ekani aytilmoqda. Bu puldorlarga sudlarimiz qanchalik adolatli hukm chiqarishini vaqt ko'rsatadi. Har holda bu erkatoy bugunga qadar yo'l harakati bilan bog'liq bo'lgan bir qator huquqbuzarliklarni sodir etgani, lekin qo'llanilgan jazolar unga ta'sir qilmagani ko'rinib turibdi. Tan olib aytish kerakki, O'zbekistonda ba'zi puldor qatlam uchun bunaqa huquqbuzarliklarni ko'z-ko'z qilish odat tusiga kirib bormoqda. Chunki qo'llaniladigan jarimalar oddiy xalqqa og'irlik qilsa qiladiki, lekin boylarga chivin chaqqanchalik ham ta'sir qilmaydi. Bu ham jarimalarni shaxsning iqtisodiy holatiga qarab tabaqalantirish zarurati borligini anglatadi. Vatan xavfsizligi yo'lida jon bergan o'g'lonlarga sharaflar bo'lsin. Vatan omon bo'lsin. Kechi holat ko'rdinglar, BMW bilan avariya bo'lgan. Toshkentda o'chi BMW rusumli avtomashinada yo'l patrul xizmati inspektorini urib yubordi. O'shandan keyin men mashinamni o'zi yura olmayapman. Pravasi ham yo'q, dokumenti ham yo'q. Chiqyapti, boryapti, avariya qilyapti, ketidan boshqa odamlar jabrlanyapti-da, to'g'risi. Bu mashina bori sekin mashina emas, men tan olaman, tez mashina. Lekin biz ham borib poyga o'ynasa ham, maxsus joylarga borib o'ynaymiz. Mana bunaqa joylarda turib olib, gonka qilib turib, kimdir urib qo'yib, nimaga narsa qilib qo'yib, iltimos qilaman yana bir bor ota-onalarga, bolalarga mashina bermanglar.
pravasi yo'qmi, dokumenti yo'qmi, haydamasdan mashinani. Kechki holat sizlarga dars bo'lsin, akalar. To'g'risida o'sha YP xodimini ham 3 ta bolasi bor ekanda. Undan keyin yana boshqa avariya bo'lyapti-da, ketidan. Qachon biz ham bundoq spokon yuraylik, biz ham bundoq uyimga borgunimcha ham bor 10-15 dana bretga tushyapman. Ham kattalar, yosh kattalar bir bemalol uyga kiradigan darajaga boraylik, iltimos. Qo'llaringizga yana bir bor aytaman. Dokumenti bo'lmasa, pravalari bo'lmasa, mashina bermaylar, undan ko'ra yaxshi o'qishga beringlar, sportga beringlar. Oxirgi gapim shu. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. O'tgan safar o'zi hamma xodimlar ogohlantiruvdi. Mosh haydayman deb va'da berdim. Yana sho'xlik qilib haydab qo'ydim mashina. Hammasi ham noto'g'ri. Qiyinchilikdan chiqmadim. Urgan xodimni men bor. Kecham so'ragan xodimni o'zidan uylarida ularida. Biz ham ming pushaymamiz, o'zimizdan ham so'raymiz, qarasam ham so'raymiz, ikkalamiz. Noto'g'ri bu ish. O'sha kuni endi o'g'lim o'rtoq mashina olib ketgan ekan. Men uni bilmaganman degan. Shu o'g'lim shu xodimga juda katta zarar yetkazgan ekan. Men uni o'zidan, oilasidan, ota-onasidan uzr so'rayman. Xalqimdan ham uzr so'rayman. Men aybdorman o'g'lim uchun. Sentyabr oyida o'g'lim Doniyorga maktabga bormagani sababli chora ko'rganda, undan keyin yanvar oyida ikkinchi marta ham chora ko'rgan payti ham qattiq ogohlantirish berganda, profilaktika suhbat o'tkazib men bilan shunday xulosa chiqarmoqda. Mana bugun o'g'limga yaxshi qaramaganligim, e'tibor bermaganligim mana bugun tergovni kursida o'tiribman. Mani loqaligim oqibatda o'g'lim qotil bo'lib qolishi mumkin edi. Barcha ota-onalarga aytaman, mana mendan xulosa qilsangiz bo'ladi, qonun hamma uchun muqarrar ekan. Mana men misolman. Bularning tarbiyasiga be'tiborlik bo'lmasligimiz kerak ekan. Bolaning familiyasi Kuchkunov. Ismi esa hozircha Yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan ochiqlanmay turibdi. U 2010-yilda tug'ilgan, taxminan 16 yoshda. Va ayni shu sababli ham O'zbekiston Respublikasi hududida hozircha mashina boshqarish huquqiga ega bo'la olmaydi. Ammo kuni kecha 25-fevral kuni taxminan 21:50 atrofida o'zining, aniqrog'i qarindoshining BMW M4 avtomobilida yo'l harakat xavfsizligi inspektorini bosib ketgan. Ushbu avtohalokatdan keyin inspektor kasalxonaga, bu bolakay esa vaqtinchalik turma ortiga yuborilgan. Ko'p holatlarda aybdorlarni oqlaydigan va balki birinchisidir, bilmagandir deydiganlar uchun ayni shu bola va uning ota-onasi 25-yil 9-dekabr kuni maktabda dars qoldirganligi uchun 2026-yilning 7-yanvarida esa o'zbek segmentida juda katta shov-shuvga sabab bo'lgan haydovchilik guvohnomasiz, davlat raqamisiz va qo'shimcha jihozlar, migalka o'rnatilgan holatda, undan tashqari inspektorlarning qonuniy talablarini bajarmagan holatda video tasvirga olib, uni internetga tarqatgani uchun mashhur bo'lgan o'sha BMWlar voqeasida ham ishtirok etgan. Hamda ayni shu voqea asosida 8-yanvar kuni uning o'zi va otasi bilan tushuntirish ishlari olib borilgan. Oxir-oqibatda davomiy noqonuniy harakatlar kuni kecha 25-fevral kuni yo'l harakat bosh boshqarmasi inspektorining ayni shu mashina ostida qolishiga sabab bo'lgan. Ana endi mashina boshqarish uchun rasmiy hujjati va yetarli malakasi bo'lmagan. Undan tashqari qonunlarni va yo'l harakat qoidalarini mensimasdan juda ko'plab qonunbuzarliklarga doimiy tarzda bo'ysunmasdan kelayotgan bu yosh bolaga berilgan potensial o'lim quroli, ya'ni mashinaning asl egasi 2002-yilda tug'ilgan Atadyanova Leyla Bekzotovna ekani aytilmoqda. Ana endi e'tibor bering, 2024-yildan hozirgacha bo'lgan muddatda balki rasmiy egasi yoki atrofdagi boshqalar tomonidan haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan shaxslarga haydash uchun berib kelingan va bu 18 marotaba rasmiy tarzda ro'yxatga olingan. Hamda ayni shu mashinani boshqargan insonlar shu vaqtgacha 37 marotaba turli darajadagi yo'l harakat xavfsizligi qoidalarini bepisandlik bilan buzganliklari aytilmoqda. Ana endi kelaylik mazza qilib uzr eshitamiz. O'tgan safar o'zi hamma xodimlar ogohlantiruvdi. Mosh haydayman deb va'da berdim. Yana sho'xlik qilib haydab qo'ydim mashina. Hammasi ham noto'g'ri. Qiyinchilikdan chiqmadim. Urgan xodimni men bor. Kecham so'ragan xodimni o'zidan uylarida ularida. Biz ham ming pushaymamiz, o'zimizdan ham so'raymiz, qarasam ham so'raymiz, ikkalamiz ham noto'g'ri bu ish. Sizlarni bilmadim, lekin men ozgina ishonmadim. Men bo'yim borku yo'g'onlik qotdi-da. Mahmud o'tiribdi baribir. Ana endi eng oxirgi ma'lumot. Mana bu inson Kuchkunov Zafarjon Turg'unovich. Ayni shu bolaning otasi. Mana bu inson esa Turg'un Kuchkunov. Bazalt O'zbekiston klasteri asoschisi, Shuhrat medali sohibi va mana shu bolakayning bobosi. Axir xalq o'z qahramonlarini tanib olish kerak-ku, to'g'rimi? Bu gali ishonchi qilganini ko'targan